Hammaga salom. Sizlar bilan Python Developer. Bugun bizlar sizlar bilan Python dasturlash tilida yozilgan mini kutubxona dasturi va uni ishlash protsessini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu dastur nimalar qila oladi, nimalardan tashkil topgan, barchasini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam gapni ko'p cho'zmasdan boshladik. Avvalambor aytishim kerak bo'lgan narsa bu dasturimizning ikkita paneldan tashkil topganligi, ya'ni foydalanuvchi paneli va admin paneli. Siz bilganingizdek, foydalanuvchi paneli orqali kitob buyurtma qilish, kitoblarni ko'rish, shu kabi jarayonlar bajarilsa, admin panelda esa kitoblar ro'yxatini tahrirlash va ular ustida amallar bajarish kabi jarayonlar bajariladi. Avvalambor bu dasturimizni ishlash jarayonini ko'rsatib chiqsam. Siz bilganingizdek, dasturga kirishdan oldin avval yo ro'yxatdan o'tish kerak yoki bo'lmasam login. Ya'ni login parolingiz avval bo'lsa, uni kiritib olish kerak. Bizda avval yo'qligi tufayli biz avval ro'yxatdan o'tib olamiz. Yangi login, yangi parol. Saytbek ro'yxatdan o'tdi va endi bizda login parol bo'lgani sababli endi login parolimizni kiritib olamiz. Mana aytib o'tganimdek, foydalanuvchi paneliga kirdik. Foydalanuvchi paneli barcha kitoblar ro'yxatini ko'rish va kitob zakaz qilish kabi funksiyalarga ega. Biz birinchi kitob bizda shuningdek bir tugmasi orqali kitoblarni ko'rish, ikki tugmasi orqali kitob buyurtma qilish, uch tugmasi orqali dasturni tugatish va agarda yana boshqa bir taklif bo'lsa, to'rt tugmasini bosish. Ya'ni bu degani kitoblar ro'yxatiga yangi bir kitob qo'shishni istasangiz, to'rt tugmasini bosing degan. Biz birinchi bo'lib kitoblar ro'yxatini ko'rib olamiz. Kitoblar ro'yxati mana kitob nomi Urush, Tolstoy, tragediya va mavjudligi 8 ta available, ya'ni 8 ta mavjud. Biz endi kitob zakaz qilib ko'ramiz. Kitob zakaz qilishda qaysi kitobni zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, shu kitobni tanlab olamiz. Biz Urush nomli kitobni zakaz qilmoqchimiz. Nechta buyurtma qilmoqchisiz? Masalan, ikkita. Ikkita Saidbek Urush nomli kitobni oldi va endi kitoblar ro'yxatini ko'radigan bo'lsak, 8 edi va 6 ta bo'lib qoldi. Endi 4, ya'ni boshqa bir kitob qo'shishni so'rab qolamiz. Qaysi kitob qo'shilishini istaysiz? Oq kema. Muallifi Chingiz Aytmatov. Janri psixologik. Endi biz admin panelini ham ko'rib chiqamiz. Admin paneli. Biz 4 tugmasi orqali foydalanuvchi paneldan kitob buyurtma qilganimiz sababli sizga taklif bor deb xabar keladi. 4 ni bosib ko'rsak, oq kema Chingiz Aytmatov psixologik. Barcha ma'lumotlar ko'rsatiladi. Nechta qo'shmoqchisiz? Agar biz kitoblar ro'yxatiga bu kitobni qo'shmoqchi bo'lsak, bu yerda so'rashadi nechta qo'shmoqchiligimizni. 12 ta qo'shmoqchi bo'lsak, admin paneli muvaffaqiyatli qo'shildi. Endi barcha kitoblarni ko'radigan bo'lsak, oq kema 12 ta qo'shilgan. Va bizni bugungi ko'rib chiqadigan narsamiz shu edi. Va albatta Python haqida ma'lumotlar va Python darsliklarini noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, Python Developer kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.